Yakkasaroy tumani Shotur ustaligiga kelganmiz. 3 xonali kvartiramiz sotuvga chiqyapti. Men sizlarga video davomida narxini ham aytib o'taman. Ko'rib turganinglar Kara Deniz restorani bo'ladi. Yonida mana Safiya ham bor. Bu yoq tarafda Mandarin turam joylashgan. Hozir tashqarilarini bitta ko'rsataman. 7 etajli domimizning 5-etaji 3 xona. Hozir ko'rsataman. Xo'p, bu yoq tarafni ko'ramiz. Bu yoq taraf Bobur parkka ketish, bu yoq taraf Yujniy vokzalga ketish bo'ladi. Endi sizlar bilan ichkarilarni bitta obzor qilamiz. Bu podyezdimizga kirish qismi. Mana shu ikkita navesli mashina qo'yish uchun joyimiz ham bor. Shu ham kvartirani olsangiz sizga o'tib ketadi. Undan tashqari bu yerda Thompson direktorlari, mashhur artistlar, mashhur vazir va katta odamlar turishadi. Hamma sharoitlar a'lo darajada bo'ladi. Endi sizlar bilan bitta ichkarini ko'rib chiqamiz, yuringlar. Kirganimizda mana o'ng tarafda vishelkalar qilingan kiyim ilish uchun. Xo'p, bu yoq tarafda oynamiz joylashgan. Bu yoqda oshxona. Keling, oshxonani bitta ko'rsating. Okey. Hamma mebel texnikalar qolar ekan, faqat mehmonxona bitta kabi po'sh bor. O'shani olib ketaman, o'tdilar, sovuq ekan. Hammasini zo'rdan, qimmatidan qilganman, o'tdilar. Bu yoq hol qismi. Hol qismiga ham bitta e'tibor bering. Mana mebellar hammasi chet eldagi. Xo'p, mana gilamni ko'ryapsizmi? Erondan keltirilgan, har bittasini $1000 dan qimmat olganman, o'tdilar. Uy egalari ko'p yashashmagan ekan, chet elda bu yashashar ekan, boshqa uchastkaligi ham bor ekan, asosan o'sha yerda bo'lishgan. Bu yerga vaqtincha kelib turishar ekan. Xo'p, bu yoqda yana bitta xonamiz bor. Uy egalari shu yerda bo'lishganligi uchun bu yoqni olmadik, lekin qo'yib ketaman. Bu bolalar xonasi. Mana bizning mehmon xonamiz, kirganda fayz bor-da, nur bor-da, mana. Kabi push. Faqat shuni olib ketar ekanlar, qolgan hamma narsani tashlab ketaman deb o'tdilar. Mana lyustralarni ko'ring. Sifatini agar bilsangiz, qimmati, yaxshiligini bilasiz, okey. Bu yoq taraf mana bu yoq Eronning gilamlari. Uy vashi zo'r, lekin shikarni menga rosa yoqdi. Mana eshiklarga bitta e'tibor bering. Rastolovni eshikning o'ziga $7-8 ishlatganman deb o'tdilar, adashmasam. Hop, bu yoq mana yuvinish xonasi ham polni ko'rsatishingiz mumkin. Hamma shart-sharoit idealni qilingan. Hop, bu yoq taraf yotoqxona, umumiy 3 ta xona bor, ko'rasizlar, mehmonxona, yotoqxona va detskiy. Hamma narsani tashlab ketaman deb narxi $249,000 deb o'tdilar. Yana kelishadigan joy bor. Qiziqqani uchun men pastdagi raqamni yozib qoldiraman. Rasmi va lokatsiyasi Telegram kanalimda bo'ladi. Shunaqa variantlarni o'tib olmaslik uchun meni Instagram kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Qiziqqani uchun pastdagi raqam bo'ladi, telefon ko'rasizlar.